futboldan keyin ozgincha o'zimga kelib, emotsiyalarim o'ynagandan keyin storiesga chiqaman. Hech qachon hayotim davomida futbolga qiziqmaganman, futbol ko'rmaganman. Ekranda tablonda birinchi marta hayotim davomida fanat bo'lib o'zbeklar uchun bolet qildim. Bu chuvstvani испытать qildim o'zimda. Tan olish kerak, Portugaliya sильный игрокlar. Ronaldo'ni o'zi ham qanaqa o'yinchiligini bilasizlar-ku. Gap yo'q lekin men siqildim. O'yin uchun siqildim. Bizani o'zbeklar bolalarimiz uchun siqildim. Ichim yig'ladi. To'g'risini aytganda juda ham. Men endi Real bilan Barsani fanatlari qanaqa siqilishini, nima o'tkazishligini endi tushunib qildim. Futbol bundan keyin ko'rmayman. Futbol men uchun emas ekan. Men depressiyaga tushib qoldim, stress oldim ozgincha. Ichim yig'ladi. Tan olish kerak, Portugaliya baribir nomer 1. Menimcha FIFA 2026 da Portugaliya yutadi deb o'ylayman. Shunaqa o'yinchilariga gap yo'q. Bizani igroklar, bizani o'zbeklarimizni shu o'yinchi, shu futbolni komanda bilan o'ynagan o'zi ham katta gap, shu достижениеga yetgani ham o'zi katta gap. Я уважаю всех, честно. От всей души bizani o'zbeklarimiz zo'r o'ynashdi. Men o'zim ko'rdim o'yinni. Zo'r o'ynashdi, harakat qilishdi. Keyingi o'yinlarda, keyingi достижениеlarda undan ham zo'rga xudo xolisa erishadi. Вот так вот. Men lekin ichimda emotsiyalarimni ishonmay zo'r xotirdim. Xudo xolisa bundan ham zo'r o'yinlar bo'ladi. Yana oldinda уже как ochilish yo'li bo'ldi. Xudo xolasa yutishadi. Mayli.